Ishtahangiz ochilib ketdimi? Unda videoni o'tkazib shoshiling. Reynerlarni hamyonbop usulda tayyorlaymiz. Iliq sutga shakar, tuz, dro'ji, tuxum qo'shib aralashtirib olamiz. Ustidan un qo'shib aralashtirib olib, erigan saryonni qo'shib 8-10 daqiqa xamirni yaxshilab mushlab olamiz. Ustini salfan bilan yopib 1 soatga iliq joyga olib qo'yamiz. Xamir oshguncha zavarnoy krem tayyorlab olamiz. Tuxum bilan shakarni yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Vanilin solib yaxshilab aralashtirib olib, sut solib, kremni gazga qo'yib, quyilguncha tinmay aralashtirib turamiz. Gazdan olib kremni sovutib olib, haroratli saryonni mikserda yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Kremni bir qoshiqdan solib yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Bu orada oshgan xamirimizni yaxshilab mushlab olib, teng 16 bo'lakka bo'lib olamiz. Pergament qog'ozidan 16 ta shunaqa to'rtburchak kesib olamiz. Xamirlarimizni zo'lachilik qilib, ustini ozgina bosib qo'yib, pergamentlarimizni ustiga terib chiqamiz. Salfan bilan yopib, yarim soat tindirib qo'yamiz. Oldindan qizdirilgan o'simlik yog'ida asta olovda ikki tomonini chiroyli qilib qizartirib pishirib olamiz. Berlinerlarimizni sovigandan keyin shakar upasiga yaxshilab dumalatib olamiz. Yonidan cho'p bilan teshib, ko'rsatilgandek qilib, ichini krem bilan to'ldirib olamiz. Pirojnilarimiz tayyor. Video yoqqan bo'lsa, yurichani qizartirib, videoni yaqinlaringiz bilan ulashing. Balki sizga tayyorlab, sizni mehmonga chaqirar.